Mazali pitsa tayyorlanadigan Turon pitsa pastalariga bugun farzandlarim bilan birga tashrif buyurdik. Kirishim bilan interyer meni o'ziga jalb qildi, chunki bunaqa interyerli kafega hali umuman kelmagandim. Juda ham ozoda, top-toza, yangi ochilgan joy. Obslugasiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Taomlari juda ham mazali. Pastalarni yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi. Menga eng yoqqan tarafi shanba kuni bolamni qatga olib boraman, nima qilsamikin deb zerikib o'tirmasdan aynan Turon pitsaga kelishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki Turon pitsada shanba kuni bolajonlar uchun master klass bo'lib o'tarkan. Bolajonlaringlar pitsani o'z qo'lligi bilan tayyorlab pishirisharkan. Sizni ham aynan farzandlaringizni olib kelish uchun shu Turon pitsaga kelishingizni tavsiya qilib qolardim. Biza Turon pitsa bilan birgalikda sizlar uchun zo'r sovg'a tayyorlab qo'ydik. Eng faol 2 ta obunachimga mutlaqo bepulga pitsa yutib olish imkoniyati bor. Uning uchun shu videoni tagida do'stlaringizni belgilaysiz, Turon pitsaga obuna bo'lasiz va like bosib, qancha ko'p dugoningizga yuborsangiz, shuncha yutish imkoniyatingiz baland bo'ladi. Pitsani yutib olish uchun ko'plab dugoningizga yuboring va mazali pitsani qo'lga kiriting.